Assalomu alaykum, hurmatli Xorazm House kanalidan muxlislar. Xudo xolasa bugungi soatdagi videomiz ikkinchi qavatda joylashgan 3 xonali 53 kvadrat metr suv svet gazdan muammosi yo'q. Urganch tumanida sotib chiqdi. Deski plashadkasida muammosi yo'q. Maktab, bog'cha, suv, svet, gaz muammo yo'q deydi obunachilar. Lokatsiyamiz Siniq ko'pirining yonginasi bo'ladi. Yonimiz Urganch Xiva yo'li, yo'lning ustida joylashgan bizning domimiz. O'zini podval qismi mavjud, kerak narsalarni qo'yish uchun uni ko'rsatib o'tiramiz. Hozir esa sizlarga xonadonimizni obzor qilib o'tamiz. Arzon narxda bo'ladi, xudo xolasa. Obzorni ko'rib turasizlar. Like-dan bosib ketaveramiz. Muammo yo'q, ko'rib turasizlar bunachilar. Xodingizni akkuratni. Bismillahirrohmanirrohim giramiz. Kirganimizdan keyin kiraverishimizdan shunday katta olingan. Ya'ni ko'rishingiz mumkin. Yonimizda xodinlar ustachilik qilingan. Pastlarimiz laminat bo'ladi bunachilar. Ko'rib turasizlar. To'g'rimizdan birinchi xonamiz zali bo'ladi. Shunday fonlar berib turibdi xonadonimizni. Yashashga tayyor, xudo xolasa. Narxini videoning o'rtasida aytib o'tib ketaman, obunachilar. 380 million so'm uy egalari so'rab turibdi. Yana ustida kelib ko'rib sodalashmasa bo'ladi. Bu 3 xona 53 kvadrat metr. Dokumentida muammo yo'q. Bu yerda spalniza bo'ladi. Bellar ham akkuratni, shunday registr ko'pli bo'lamas. Bu yon tarafimiz kuxnyasi bo'ladi. Gaz plitalar kuxnyaga maxsimum o'xshagan qilingan. Joyimiz yo'lning ustida joylashgan bo'ladi, obunachilar aytib o'tgandim. Maktab, bog'cha muammo yo'q bu yerda. Yana bir spalnisi. Bellar ham akkuratni. Agar kelsangiz obunachilar, hamma narsani tashkil etar ekan. Hozircha ayrim jihozlar bilan sotib chiqdi. Bu yon tomonimizga o'tadigan bo'lsak, tualeti, dushi bo'ladi. Yo'q, to'g'ri, bellar ham akkuratni. Aristonlar hisobga qilingan. Chiqarishga chiqib turibdi. Xonadonimiz narxi aytib o'tgan 380 million so'm aytilish narxi ustidan kelib ko'rib bemalol sotib bo'ladi. 2 etajli toza domda ikkinchi qavatda joylashgan 53 kvadrat metr. Aloqa chiqarsa dokumentida muammosi yo'q. Agar siz joyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, bemalol Xorazm House murojaat qilishingiz mumkin. Ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, ijara Xorazm profilingizni o'tib qo'ysangiz, ijarachi ham topib beramiz sizlarga. Savolim salomat bo'ling, Xorazm House sizlar uchun xizmatdamiz. Salomat bo'ling.